Assalamu alaikum. Sulman bir tuğanlar. Sizlerмен Bazar Xabar kanalı. Bugün 30 yanvar özgüm mal bazarında çöp bazarı tarttı soğanlar. At pazar, koy pazar barın tarttık. Buyursa inşallah. Aka bedeler kança oldu aka? 400 so'm bo'ldi ekan. Birinchi o'rin bedeler. Saman presler kança oldu? Hazır. Buna to'g'anlar. Çöp pazarda bede 400 so'm deydi. Çöp presler asırayız. Kança oldu aka çöp presler? 300 so'mdan ha? 340 mı? 340 so'mdan ekan çöp presler to'g'anlar. Buna şalı pakal men bedeni aralashgan presken. Kança so'mdan ne bular? Adeli turadi. Kança so'mdan ne bular? 200'dan. Kemi var ha? Yok. Kemi yok bu. Nomerini aytib qo'y do'stim. 79 men. 15 30 88 o'zganda to'g'anlar. Saman pres qanchadan? 300 kami var. 300 kami var ekan saman presi. Ona to'g'anlar turadi buna. 270 280. 270 280 dan beradi ekan to'g'anlar. Buni ikkinchi o'rin bede deydi. Qancha so'mdan bular? 370 dan ekan ikkinchi o'rin bedeler to'g'anlar. Çöptün bahsi tushib ketdi deydi. Qancha aka nomeringizni aytib qo'ying. Buni paqal samanda 220 dan berdi ekanlar. Cho'varlashgan, qamish aralashgan presli to'g'anlar. Paqal nomerga chala beradi ekan sizga to'g'anlar hozir qaytgan nomerga. Qanchadan sotildi aka bular? 300 dan saman presa? Saman presini 300 dan sotilib turdi to'g'anlar. Shunday ekan bog'lar. Bunda to'g'anlar podpiska qilib, dadil like bosinglar to'g'anlar. Qattiq qilib, qo'linglar uzilib tushib qo'yadi to'g'anlar. Podpiska qilib 86% odam 5 podpiska ko'rayotgan. Podpiska etib qo'yinglar so'ranish. Assalomu alaykum. Baringlarga rahmat.